O'zbekistonda sirtqi ta'lim butunlay yopildi. Prezident tomonidan imzolangan farmonga ko'ra, joriy o'quv yilidan boshlab hech bir yo'nalishda sirtqi ta'limga qabul bo'lmaydi. Bu talab davlat oliygohlari uchun ham, nodavlat oliygohlar uchun ham birdek amal qiladi. Hozirda sirtqi ta'limda o'qiyotgan talabalar o'qishni davom ettiraverishadi. Ya'ni sirtqi ta'lim uchun qabul to'xtatildi, yangi talaba qabul qilinmaydi, ammo avvalgi yillarda sirtqi ta'limga o'qishga kirganlar o'qishni bitirib olishlari mumkin bo'ladi. Va sirtqi ta'limning o'rniga kunduzgi ta'limdan boshqa muqobil ta'lim shakllari uchun kvotalar oshirib boriladi. Bu misol uchun masofaviy ta'lim bo'lishi mumkin va endilikda magistraturada ham muqobil ta'lim shaklida tahsil olishga ruxsat berilmoqda. Bungacha faqatgina kunduzgi ta'limga ruxsat berilar edi. Ya'ni endilikda magistraturada ham masofaviy ta'lim shaklida o'qishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu videoni sirtqi ta'lim asosida o'qishga kirmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying, xabardor bo'lsin.